loyiham plastik chiqindilar asosida asfalt yo'llar sifatini yaxshilash proyekti. Bunda plastik chiqindilar asosidagi asfalt yo'l turli xil parametr jihatdan oddiy yo'lga qaraganda birmuncha afzalliklarga ega. Birinchidan iqtisodiy jihatdan bilamiz, bitum bizda O'zbekistonda ishlab chiqariladi, lekin ko'pincha import mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun yo'llarni ta'mirlash hamda qurish yuqori sarf xarajat talab etadi. Bizning proyektimizda esa bitum sarfini kamaytirish orqali, plastik chiqindilarni qo'shish orqali xomashyo bizda plastik chiqindi hisoblanadi. Ikkinchidan ekologik jihatdan bizning proyektimiz eko startap hisoblanadi, ya'ni plastik chiqindilar 100-200 yil davomida eriydi. Bizda esa bu plastik chiqindilarni qayta ishlab shunchaki yo'lga yo'naltiramiz. Uchinchidan texnologik parametrlari. Oddiy yo'llar 6-7 tonnada foydalanish davomida turli xil yoriqlar paydo bo'ladi. O'zbekiston sharoitida issiq haroratda o'zini strukturasini o'zgartiradi yo'llarimiz. Bizning proyektimizda esa bu hozirgi kunda preslanmagan holatida 25 tonnani bardosh beryapti. O'zi bu texnologiyani analoglari chet davlatlarda mavjud. Misol uchun Kanada, Niderlandiya, Yaponiya, Hindiston kabi davlatlarda ham mavjud. Lekin O'zbekiston iqlim sharoiti keskin kontinental, ya'ni qishda sovuq, yozda esa issiq bo'lgani uchun O'zbekiston iqlimiga moslashtirish hozir asosiy rejamizda. Bundan tashqari EcoExpo 2025 tanlovida 300 ta startap ichida 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Qolaversa, Innovec 2025 tanlovida ham yaxshi ishtirok etib, UzAvtoyo'l qo'mitasi raisi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, Yaponiya delegatsiyasida O'zbekiston Tadbirkorlar oliy maktabi bilan hamkorlikda sentyabr oyida uchrashuv bo'lib o'tdi. Yaponiya delegatsiyasidan ham ijobiy javob oldik. Bundan tashqari, loyiha haqida kengroq ma'lumot beradigan bo'lsam, bizda plastik chiqindilarni yoqmaymiz. Shunchaki ularni tozalab, eritib, bitumga qo'shish orqali ularni ham mustahkamligini oshiramiz, ham deformatsiyaga chidamliligi oshyapti. Ekoasfalt loyihasi realizatsiyasi uchun O'zbekistondagi plastik chiqindilarni qayta ishlovchi tadbirkorlarni, ya'ni ularni tozalab, maydalab hamda granula holatda tayyorlab bera oladigan tadbirkorlarni hamkorlikka chorlaymiz.